Bizani obzorimizda Toshkent shahari Shiribomda joylashgan dachamizni obzor qilib beramiz. Qani bo'lsam ketdi, bitta ko'rib chiqamiz. Kirishda turimiz biz. Hovlimizda dachamiz 8 sutuvga joylashgan. Buni zo'r fishkalardan mana shu 5 ta mashinaga joyimiz bor. Mana hovlarni bitta ko'rsatib chiqasam. Dachamizning endi asosiy joyiga letniy kuxnasiga o'tamiz. Yoqqan bo'lsa mana ko'rinishdan boshlab like bosib qo'yasizlar. Mana bu letniy kuxnamizda barbekü, qozon, o'choqlar, hamma narsalari bor. Hamma bitta ulpatda ovqat qilish sevadigan, ovqat qilsa dam oladigan ulpatda bo'ladi. O'shunaqalarga jo'natib qo'ysanglar, mana shu yerdan tayyorlaysizlar, bu yoqqa uzatib turasizlar, ulfatlar bilan maza qilib o'tiradigan joy. Bu yoq ochiq hovli. Dachamizga kirganingizda mana asosiysi, bu yoqda dam oladigan joyimiz, bu yoqda bilyardni, bu yoqda zimniy kuxnalari, bu yoqda o'tiradigan joylari, g'ashshi o'rtoqlar bilan maza qilib oladigan joy. Bu yoqda razdivalkalarimiz, mana bu yotoqxonalarimiz, yana buni xonadan ikkita bor. Bu yerda отдельно xonamiz bor. Bu xonamizda faqatgina namoz o'qish, ibodat qilish uchun mo'ljallangan. Dachamizning eng asosiy fishkalaridan vashshi qishda maza qiladigan joylari yuringlar. Kirganingizda chap qo'lda taxtali sauna joylashgan, mana turistik hammom. Bu yoqda basseynimiz mana, bu yerda sharsharalari bor. Saunadan chiqasizlar, mashina tagiga turasizlar, shunda tortasizlar. Muzdekgina suvda. Qarang. Yoqqan bo'lsa like, o'rtoqlarga jo'natib qo'yamiz. Toqqa chiqishga erinadiganlarga jo'natib qo'yamiz. Hammanglarni kutib qolamiz. Quyidagi nomerga telefon qilib murojaat qilaverasizlar, nomerlarni yozib qoldiramiz. Salomat bo'linglar, joningiz sog' bo'lsin.